Hammaga assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Bugun sizlarga gilamlarning obzorini qilib beramiz. Qani ketdik. Mana. Yoqqan ranglar tanlaysizlar, izlar. Razmerlari 2 ga 3 bo'ladi. Bular toza Xitoy gilamlari. Bemalol kirmasdan yuvib ishlatsanglar bo'ladi, izlar. Ranglari o'chib, kartochka ham bo'lib ketmaydi. Orqa tomoni manaqa tormoznoy bo'ladi, izlar. Bemalol kafillarga solib ishlatsanglar bo'ladi. Ranglari o'ta go'zal ranglar. Buni faqat 2 ga 3 razmerlari bor, izlar. Xohlagan ranglar tanlab skrinshot qilasizlar. Biz sizlarga dastavka ham qilib beramiz. Do'konimizga kelib xarid qilsanglar ham bo'ladi. Hurmatli xaridorlar, kimga mana shunaqa gilamlar kerak bo'lsa, do'konlarimizga kelib bemalol xaridlarni amalga oshirsalar bo'ladi. Bu gilamlarimizni oldingi narxi 450 ming so'm. Endilikda Ramazon aksiyasida azizlar, atigi 300 ming so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. Hammanglarni yaprak do'konlarida kutib qolamiz. Hammaga rahmat.